Aka olma nechi puldan bo'pti? Olma 25 ming, shaftoli 35 ming. Ha, okey, kerak emas. Hay, olmasa nima qilasan o'zingdan kattani ovora qilib polvon? O'g'lim, tez. Qoladi. Hozircha sekinman chiqib ketaman, ketimdan bildirmasdan chiqasan, tushundingmi? Qoladi. O'g'lim o'tirib turgan, hozir ketamiz. Yaxshi o'qigan ha o'g'lim? Ha, ota bolalar. Qayerdan Ota kelyapsizlar? tizimsan? O'g'limni ingliz tiliga beruvdim, o'sha yoqqa olib ketyotgandim o'rtoq. O'qib olim bo'larmidi? Bo'ladigan ish qilsang-chi. Bilasan o'rtoq, biz yoshlik paytida o'qimadik. Hozir davlat tarafdan yoshlikka juda ham zo'r imkoniyatlar qilib qo'yishgan. Hozir ilm olmasa, keyin qachon oladi? Yur o'g'lim. Dono. Yuribdi bola. Qayerdan kelyapsan? Yana kompyuterxonaga kelyapsanmi? Adang pullarni oldingmi? Yo'q, olmadim, oyi. Aldama. Nima bu? Nima bu? Mana qara, hali o'zingni otangni pulini o'g'irlashga o'tdingmi? Yana bizga chaq berdilarmi? Gap qaytarma menga. Olib ket telefonni. Nega telefonimni olib qo'yasiz? Bering telefonimni. Bugundan boshlab telefon ishlatmaysan, chizgan chizig'imdan chiqmaysan. Tushundingmi? Bor yotib uxla. Hali qarab turib telefonni olib qo'yishga harakat qilasan.